Assalomu alaykum aziz kuzatib boruvchi muxlislarimiz. Sizlarga 3 ta muhim narsani eslatmoqchiman. Buni Azizaxon tushuntirib o'tsangiz mijozlarimizga. Assalomu alaykum Suhrob kafe muxlislari. Mijozlari birinchi o'rinda bu bizning mazali taomlarimiz Suhrob kafesidagi. Ikkinchi o'rinda tozalikka rioya qilishimiz va mijozlarimiz toza joylarga ovqatlanib shunda tashrif buyurishsa bag'ridillari ochiladi. Uchinchi o'rinda chiroyli xizmat, ofitsiantlar xizmati. Agar xizmatdan mamnun bo'lishsa mijozlarimiz qayta shu kafega tashrif buyurishadi. Buni yaxshi bilasiz. Mana o'g'il bolalar, afsantlarimiz, afsantkalarimiz buni yaxshi bilishadi. Har qanday joyda chiroyli xizmat ko'rsatilsa, chiroyli mijozlarga xizmat ko'rsatib, taomlar vaqt-vaqtiga yetkazilsa, mijozlar mamnun bo'lib ketishadi. To'g'rimi? Shu fikrga qanday qo'shilasiz? Mijozlarimiz endi hamma avvalambor mazali taomlar yeb, ovqatlanib, o'tirib, dam olishga kelishadi. Iloji boricha bizlar qo'limizdan kelgancha taomlarni o'z vaqtida yetkazishga, mijozlar bilan xushmuomala bo'lishga harakat qilamiz va mijozlarimizni sizlarni ham kutib qolamiz. Har doim biz xizmatda